3% hozir mendan olib qoladi. Zashto men hozir mana 1 million so'm to'lamoqchiman, 30 ming so'm mendan olib qoladi. Nima uchun? Sabab nima bu narsalarni chiqarishga? Biz davlat ishida ishlamaymiz. Ko'chada tirikchiligimizni qilib yuradigan bo'lsak, shuni bilib qo'ying. Sizni Alloh bizaga elboshi qilib saylab qo'yibdi. Biz ham sizni saylaganmiz. Shu narsani bilingki, oddiy xalqingiz qiynalyapti. Prosta biz 3% davlatga, men qaysidir korxonaga shundoq beraveramiz o'zidan o'zi. Bu yerda hozir maza qotgan paynet bo'lyaptimi hozir shunda? Iltimos shu narsalarni ko'rib chiqishinglarni xohlardim. Bilaman, ko'plab bunaqa narsalar murojaatlar ko'p. Hech kim mensimayapti bu gaplarni, lekin oddiy xalqni qarg'ishiga qovosli shu narsani bilib qo'yinglar. 100 ming so'm to'layman, 97 ming so'm olib qo'yapti. Hozir mana shu 97 ming so'mni zapravkaga olib borib to'lashim kerak. Qani bu yerda adolat, qani bu yerda hozir bir xalq uchun bir yordam qilingan narsa, xalq uchun bir maza qillaring mana xalqim deydigan narsa qani bu yerda? Bir adolat ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Faqat maza qilsa kim maza qilyapti? Boy maza qilyapti. Kambag'al kunini ko'rib yuribdi, zo'rg'a, lekin boy boyib ketyapti. Xalq norozi sizlardan. Shu narsani bilib qo'yinglar, yaxshilikka olib kelmaydi bu narsa.